Samarqandda sportning kamondan otish turi bo'yicha viloyat hokimi kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Bellashuvda 100 nafarga yaqin mergan 30, 60, 70 metr masofaga o'q uzib, mahoratini sinovdan o'tkazishdi. Dolzarb 90 kun tadbirlari doirasida o'smirlar, yoshlar va kattalar toifasi bo'yicha tashkil qilingan bunday musobaqa eng iqtidorli, iste'dodli kamonchilarni aniqlash, viloyat hamda mamlakat terma jamoasiga jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat hokimi kubogi bellashuvi prezidentimizning 2021-yil 17-iyundagi kamondan otish sport turini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, yoshlarni sportga keng jalb qilish, iqtidorli kamonchilarni tarbiyalash maqsadida tashkil etildi. Musobaqa qiziqarli kurashlarga boy bo'ldi. Har bir ishtirokchi belgilangan masofani aniq nishonga olishga harakat qildi. Yakuniy natijalarga ko'ra erkaklar o'rtasida 30 metr masofada Emin Halilov birinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, qizlardan Malika Hamdamova Shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. 60 metr masofada esa peshqadamlik Biloliddin Hamdamovga nasib etdi. Qizlardan Sabrina Shavkatova birinchi o'rinni egalladi. Eng uzoq 70 metr masofa bo'yicha Muhammad Qodir Ergashev, Sabrina Jo'raqulova birinchi o'ringa loyiq topildi. Shuningdek, Ozodbek O'ngalov hamda Setora Isayeva ham Shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olishdi. Yakunda barcha g'olib va sovrindorlar medal hamda esdalik sovg'alari bilan munosib taqdirlanishdi.